Ramazon oyi 3-10 kunlik Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qib kelaman. Narx qanaqa bo'ladi deganlarga videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xudo xolasa rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays ko'ngillaringni to'q qilasizlar. Litsenziya tomonlama va ziyoratchilar bordi keldi biletlari oldindan xarid qilingan. Bunga ham ko'ngillaringni to'q qilsalaring bo'ladi. Madinada 400 metr, Makkada 2,5 kilometr masofadagi gastitsa. Madinada ham, Makkada ham Ramazon oyida 2 mahal taom beriladi. Ba'zi bir ziyoratlar bekiydi, ba'zi birlari ochiq bo'ladi. Qaysi biriga to'g'ri kelsalarning barcha ziyoratlarga olib borishadi. 50 boshlarimiz xudo xolasa to'g'ri kelsa birga borib birga keladi, bo'lmasa yo'l boshlovchi yo'l boshlab, qaytayotganda yo'l boshlovchi qaytarib olib keladi. Inshaalloh Kamzil Bejik sumka aeroportda beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Ota-onalaring sog'liqlaridan boxabar bo'lib turgani doktorlarimiz ham bo'ladi. Inshaalloh Xudo xolasa bundan ham ko'ngillaringni to'q qilasizlar. Va bizda sizlarning vaqtlaringni olmaymiz, narxlarni aytamiz. 22 Namangan Jidda, 23 Farg'ona Madina, 24 Namangan Madina, 26 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimizni $1075 qilib belgiladi. 1-mart Namangan Jidda yo'nalishidagi reysimizni $1175. 5-Farg'ona Madina, 6-Farg'ona Jidda, 8-Namangan Jidda, 11-Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimiz bo'lsa 3-10 kunlik Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qib kelishadi uydagilar deganlar uchun ushbu reyslarimizni $1375 qilib belgilaganmiz. Inshaalloh ota-onalarning ishonchli qo'llariga topshiringlar. Xavfsiz va mukammal umra qilib kelishadi. Qo'llarimizdan kelgancha chiroyli sharoitlar tashkillashtiramiz. Inshaalloh bizda ro'y rost barchasi ochiq oydin aytiladi. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu video jo'natinglar. Bittadan kommentariyalarni yozib, layklarni bosib, Xudo xolasa barcha ziyoratchilarimiz bizdan xursand bo'lib borib kelishyapti. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Bizning mehnatimizni faqatgina mana shu tomonlama sizlar nima deydi, rag'batlantirishlaring mumkin bo'ladi. Videomiz qancha ko'p prosmotr olsa, shuncha yaxshi insonlarga yetib boradi. Narxlarimiz ham bexijolat. Xudo xolasa 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlar aloqaga chiqsalaring, sezilarli skidkalarni qilib beramiz inshaalloh. O'ylanmay aloqaga chiqinglar. Qarindosh urug'larga barchaga ushbu narxlarda ulashishlarini tavsiya qilamiz. Hozir ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, WhatsApp, Telegram barcha yo'nalish orqali bog'lansalaring bo'ladi. Qo'shni Tojikistondan ham umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ham chiroyli sharoitlar yaratib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqishliklaring mumkin.